Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar to'rbetiga xush keldingiz. Men Nuriya Rahman. Bugun men kentimiz, ya'ni Meniyada. Atdiganda bu yerdan yugurib o'tib ketib, qushlarning nihoyatda yiqimliq sayrashlarini anglab, xuddi menga bizning bu yerga kelibmi bir asar o'qib bermamsan deganni anglagandek bo'ldim. Şuna tushdan keyin bu yerga kelib bir asar o'qib beray dedim. Qo'limda dangliq olimimiz marhum Abdushukur Muhammad Eminning Uyg'urlarda islom madaniyati nomli bu kitobi. Bu kitobdan texislarga biror asar o'qib bergidek bo'lmadim. Bugun o'zingizlarga sundig'im mazkur kitob kirgizilgan kitob va kitob madaniyati degan temadagi bir asar. Mazkur kitobda dangliq faylasuf olimimiz marhum Abdushukur Muhammad Eminning o'xshamagan temalarda yozilgan nihoyat esil asarlari bor. Bugun o'zingizlarga mana bu kitob va kitob madaniyati haqidagi bir parcha maqolni o'qib beraman. Xo'sh. Muqaddima. Bek yiqimliq sayrashtirdi. Allah. Kitap ve kitap medeniyeti. Muqaddima. İnsan uçur subjektiv iqtidorga ega ijtimoiy hayvon. U ozuqlanish va bexatarlik uchirig'ala emas, yana zaman, makan xarakterlik tamg'iliq uchur iqtidoriga ega. Kitap yüksek uçur ve muqaddas tamgıdan ibaret. İnsaniyet yazma tarix ve kitap sahifelerine biliş ve ifadalash cevherlerini yazık arqılık qaldırıştan ilgiri öz turmuşu, alem qarashlari ve ruhiyet örkeşlerini qiya taşlarga, qorchaq yoki taş sunak, bronza boyumlarga, kahish qachalarga, har xil qiyofetlik yoki simvollik rasm ve tamg'a belgiler bilen çekişken. Maqal tamsil, afsona rivoyat, masal cho'chak, naqshi qo'shaq shaklida aql dasturlar tuzishgan. Mana bular kitob shakliga kirmagan kitobdan iborat. Hozirgacha yeziq shaklidagi eng qadimki kitob ikki daryo, ya'ni Dajla va Furat arliqiga ko'chib kelgan xalqlarning milodidan 3000 yillar ilgariki laydin bina va qasrlar yasig'anda lay taxtlarga yozilgan poytaxt qurg'uchi Gilgamesh dostondan iborat. Bu tunji ushluq tayoqcha, ya'ni qalam bilan lay taxtlarga yozilgan kitob Babil shohi Hammurabining 282 moddalik qonun dasturi hisoblanadi. Qog'ozning ixtiro qilinishigacha tera va maxsus tayyorlangan taxta tarishila kitobchilikning asosiy vositasi bo'lgan. Qog'ozning ixtiro qilinishi kitobchilik tarixida inqilob xarakterlik o'zgarish paydo qildi. Shundan boshlab xalq saroylarida maxsus mirzoxonalar qurilib, asarlar qalam bilan ko'chirilgan bo'ldi. Keyincha yog'ochqa xat o'yish orqali kitap risolalarining nusxasini ko'paytirish orqali tosh matbaa kashf qilindi. Mix matbaa hozirgi zamon kitobchiligini rasmiy nashriyat kitobchiligiga aylantirdi. Keyincha mix matbaachilik qo'g'ishun tayoqchilarga asoslangan bo'ldi. Bugungi kunda elektronlik matbaa texnikasi maydonga kelib, keng umumlashmoqda. Matbaachilik texnikasining davomli rivojlanishi xuddi kino va televizordek jamiyat nashriyatchiligi bilan oila nashriyatchiligi birga saqlangan yangi tuzilmaning yaqindala reallikka aylanganligidan derak bermoqda. Bugungi kunda bu reallikka aylandiqo, ha? U insonning ulug' uchur iqtidorining do'lqinsimon ta'sir doirasini zaman ve makan jihatda yangi pallaga ko'targisi. Ulug' ruhiyat xazinasi.
Kitap keng ma'noda insoniyatning bilish tarixi va insonning tasavvur bo'shligining sahifalashgan shaklidan iborat. Kitap oldi bilan inson qalbidagi koinot. Yaxshi kutubxona haqiqiy ma'nosi bilan koinotning jahonnama ayniki bo'lib, bu aynakda o'z sarguzashtlarimizdan halqıgan dunyoviy mohiyatlar jalbalanadi. İnson kitap orqali butkul tarixni qiyosiy holatda boshdan kechirdi. Angliyalik mutafakkur Bacon aytgandek, kitap qimmat baho yukni ajdoddan avlodga yetkazadigan kema. Kitap qimmat baholiq yukni ajdoddan avlodga yetkazadigan kema. Kitap bizni munavvar madaniyatning izohlovchisi, varisi qiladi. Bütün moddiy ro'zg'orlar, binolar, bankalar, shahar va mamlakatlar, hatto bütün surik millatlarmi yo'qolib ketadi. Faqat kitap yo'qolmaydi. Biz kitap sharofatidan qadimki afsona rivoyatlarni, xonadonliklar qissalarini, falsafa javharlarini, adabiyot san'at durdonlarini bilalaymiz. İnson yaratgan mo'jizalar ichida mangulik hayotga ega mo'jiza faqat kitobdir. Kitap insoniyat tarixining o'lmas ruhi. Ulug' tarixiy simolarning haqiqat yolqinlarini tiriklik dargohiga mangu yelinjitib turadigan muqaddas o'choq. Agar kitap bo'lmagan bo'lsa, dunyoni minglagan quyoshmi jaholat azobidan qutuldirishi mumkin bo'lmagan bo'ladi. Sizlar qo'shilamsizlar shuningga? Mushu ma'nodan aytganda butkul ilm-fan, madaniyat va tarix birer xazinaga ega. U bo'lsa-mu, ulug' ruhiyat qasrisi bo'lgan kitobdan iborat. Kitap har bir shaxsning ma'naviy fondi va uning kamolat guvohnomasi. Qadimki Rim notiqi Testeron kitobsiz uy, jonsiz tan deb to'g'ri aytgan. Kitobsiz shaxs, mayli u boy brasxo'r yoki oltin xazina egasi bo'lsin, u baxtsiz va baxtsizligidan xabarsiz nodondir. U 100 yil yashasimi, madaniyat tarixidan savotsiz umri ko'ta banda hisoblanadi. Kitap o'z oshiqiga chinlik, yaxshilik, go'zallik va uzun umr baxsh etadi. Nodonning bir asrlik umri bilimli kishining yarim asrlik umridan ko'p qisqa hisoblanadi. Kitap qalbni poklaydi. Onun insonga beg'ishlagan nur nusratini har qanday zinnat buyumlarimi paydo qila olmaydi. U qalbini nurlantirib, ruhiyatni beyitib, umrni ma'naviy baxt va yuksak nazar bilan bezaydi. U insonning yuzi, ko'zi va so'ziga muqaddaslik nuri ato qiladi. Kitob oshnolari xuddi olmosdek yorqin bo'lsa, nodonlik ijillari ba'ayni gushirib turgan qora toshga o'xshaydi. Kitob millatning madaniyat daryosi va ma'naviy qiyofat maktabi. Labolbi to'g'ri aytadi. Taraqqiyotning umumiy ko'lami har bir millat aholisining o'qiyotgan kitoblarning soni bilan o'lchindi. Nomrodlikdan qutulishning yo'li pul tejash emas, balki nodonlikdan qutulish va bu yo'lda kitob bilan hapilishdir. Tarix isbotladiki, millatlarning qalb boyligi bilan qo'l ilkidagi boylik to'g'ri tanasibdir. Avval taam, andin kalam degan aqidaga choplashib oladigan millat gadoylikqa va uning bosh jinoyatchisi bo'lgan nodonlikqa chin aqida bog'lagan millatdir. Bonjour.
mayada. Bir kichik o'ta yo'l bor, shunga odamlar ancha-muncha mashinalar o'tib turdi. Xo'sh, tamomlashtiray. Nadonlikqa qarshi atnishqa jur'at qilgandalar baxt yo'li ochiladi. Bu afsona emas, po'latdek haqiqatdir. Pul topganda uyini ko'zni chaqnatadigan gelam va zinnat buyumlari bilan bezigan oila bilan uyini kitob shkaflari bilan bezigan oilaning qimmati farqlidir. Taraqqiy qilgan ellardagi oilalar o'z qiroatxonasiga ega bo'lib, ular ro'naq topgan sari kitob setib oladi. Ular va ularning farzandlari kitob muhitida o'sadi, o'rlaydi. Qalaq ellardagi oilalar buning aksicha bo'ladi. Uyini aynak tom, rangdor gelam va ishrat jihozlari bilan bezigan oila kishilarining ma'naviy dunyosi xunuk bo'ladi. Ular mag'rur, tantak, pulpas, so'latbaz bo'lib, o'zlari va farzandlari tezdan tushkunlashadi. Bu jihatdagi misollar ko'z oldimizda to'lib yetibdi. Kitap Luqman Hakim, kitap Rustam Palvon, kitap Baxt qushi Anqa. Bu oddiy tasvirlar emas, balki mangulik haqiqat. Nimdega esil qurlaha? İkinci tema kitap dengizi ve g'avvoslik mahorati. Davrimizda kitap shu qadar ko'paydi ki, uni raqam bilan ifodalashmi mushkul bo'ldi. Ammo ilmu kitap yuziga chiqmagan bo'shliqlar nihoyatda nurg'un. Darvaqa kitapni ochsila manfaat beradi. Ammo kitap dengizida qandaq javohirat yig'adigan g'avvos bo'lish bu muhim mahorat. Kitaplarni dengiz qilayotgan narsa asli manba, asosiy nazariya, mutafakkurona muhokama qilg'uchi kitaplarning ko'pligi bo'lmasdan, balki tarmoqlatma, yashma, vaqa bayon, ich pushiqi, qurashtirma kitaplarning kitap bozoriga kelkundek kirib kelishidan bo'ldi. Bu hol har bir aql egasidan kitap farq etish va kitap tanlash iqtidoriga ega bo'lishni talab qiladi. Aytish kerakki, haqiqiy donishmandlar kitobni hammadan ko'p ko'rgan kishilar bo'lishi notayin. Haqiqiy olimlarmi eng nurg'un kitob yozgan kishilar bo'lishi shart emas. Bu bizda xuddi suvga tashlangan narsalarning cho'kishi yoki laylishi, makon va zamon jihatda birdek bo'lmaydiganligiga o'xshash bir haqiqatni, ya'ni kitoblar bir qancha siziq va qatlam, tur va qimmatga bo'linadiganligini uqtiradi. Kitob o'quvchi kishi uchun umuman vaziyat va siyosatga doir kitob materiallaridan tashqari 3 xil kitob o'qish tavsiya qilinadi. Birinchi, asosiy bilim kitoblari. Bu xil kitoblar ikki turga bo'linadi. U chuqum oliy ma'lumotliq saviyaga erishish uchun shart. Baldoq bo'lgan kitoblar bilan ma'lum soha bo'yicha izdanish, tadqiqot ilib berish uchun lozim bo'lgan kitob materiallaridan iborat. Ikkinchi, bilim qurilmasini beyitquchi kitoblar. Bu xuddi aviamatikaga yandash yurgan paraxod kemilarga o'xshash aloqador obyektlardan bilim va uchur beg'ishlig'ichi kitoblar bo'lib, u asosiy bilim kitoblarining tashqi postini tashkil qiladi. Uchinchisi, badiiy lazzat beg'ishlig'ichi kitoblar. Bu xil kitoblarga adabiyot, san'atga doir asar yoki o'yin, ko'rgazmalar, kishilik turmushga oid o'rnak, qo'llanma maslahat berguchi kitoblar kiradi. Meningcha, kitoblarni tanlab ko'rish bilan udul kelganicha ko'rish, qatlam, nuqta, chambar tuzilmasiga ayirib ko'rish bilan xohlagancha ko'rishning kitob ko'rguchiga bo'ladigan ta'siri bo'libmi, necha 10 yilda muntazam o'qitib, ixtisos egalarini tarbiyalab chiqishga selishtirganda hosil qiladigan unumi o'xshash bo'lmaydi. Kitob ko'rish ig'ir zehniy emgak.
shuningdek yana ko'ngillik sayohat. Har xil kitoblarga bo'lgan kitob ko'rish talabi va usuli birdek bo'lmaydi. Bir qor ko'rib qo'yadigan, ma'lum bob va sahifalarni tanlab ko'radigan, tafsiliy ko'radigan, takror ko'radigan kitoblar bo'ladi. Ba'zi kitoblarning faqat mundarijlarini varaqlabla uning avtorlarining bilim qurilmasini nazarda tutib qo'yib qo'yiladi. Umuman tafsiliy va takror ko'riladigan kitoblar uchun maxsus vaqt, qalam, xotira hozirlandi. Undaq kitoblarning bir qanchisini bir yurish qilib, sistemalik ko'rgan yaxshi. Shaxsan men bundaq kitoblarni rangdor qalam bilan xat, belga, siziq qo'yib bo'yib etishni yaxshi ko'raman. Men shundaq qilman. Onundan bilim, ilham va ko'shma tasavvurga ega bo'laman. Bu xuddi yolqindan o't tutashtirgandek bir ish. Bu xil kitoblarda tushunishlik bo'lmagan atalg'u, muhokama va ta'birlarning uchirishi nihoyatda yaxshi ahvol. Bu kitob ko'rguchining o'zida yo'q yangi bilimga duch kelishi bo'lib, bundaq ahvollarda lug'at, qo'llanmalarning yordam bilan bu bilimni o'zlashtirib olish lozim. Sen hamisha ommabop, gazet saviyasidagi tushunishlik materiallarni yaxshi ko'rsang, mangu o'z izingga sakrab qelaversin. Meningcha, tugmanga o'xshash xususiyatga ega bo'lib qolgan yaxshi ahvol emas. Lug'at aqtirishga majbur bo'lganingda, o'rinliq bilan koyimay yangi bir baldoq ko'tarilish oldida turgandek ruhlan. Yana bir tema. Kitap madaniyati va millatning qiyofati. Kitap o'qish maqsad emas, vosita. Barliq ta'lim tarbiyaning tub maqsadiga o'xshashla, kitob o'qishdagi maqsadmi mustaqil tafakkur qilish iqtidorini yuksaltirishdan iborat. Tafakkur iqtidorining umumyuzlik yuqori ko'tarilishi millatning ma'naviy qiyofatini tuzash va yuksaltirishning asosli bir halqasi. Shuni aniq aytish kerakki, kitob o'qishdan maqsad nuqul olim bo'lish emas. Muhimi haqiqiy odam bo'lish bo'lib, buni umumiy xalqqa ko'tarib aytganda, butun millatning bilimlik, ruhiy dunyosi boy, yangi avlodlarni yetildirishdan iborat. Bu shaxsning kitob o'qishi, oilalarning kitob zapisiga ega bo'lishi, maktablarning kitob tarbiyasi va nashriyotlar kitob chiqarishi qatorliq bir qancha tarafning o'rtaq maqsad va g'oyada faol moslashishini talab qiladi. O'smirlar, yoshlar, yashanganlar, erlar, ayollar kitob o'qishi, kitob ustida paranglashishi, hamma oilalarda kitob shkaflari, kitob uylari barpo qilinishi, farzandlari uchun yaxshi kitob muhiti yaratilishi va bu xil zaruriyat cho'nqur his qilinishi lozim. Uyga kitobning kirishi zibu zinnat va pardoz buyumlarining kirishidan avval va afzal o'rniga qo'yiladi ekan, ijtimoiy va oilaviy baxt bizga tabassum qilishga boshlaydi. Bizda nodon holatdagi bayoshatlik bilan emas, madaniyatlik holatdagi bayoshatlik bilan iftixorlanadigan kayfiyat turg'izilgani yaxshi. Bilish kerakki, madaniyatsiz oilalarga tushgan anqa, ya'ni baxt qushining soyasi birdamlikla bo'ladi. Nashriyatchilik millatning ma'naviy qiyofati va kamolatini yuqori ko'tarishda g'oyat muhim ma'naviy rizq dargohi. Gazet jurnal, nashriyat tahrirlari milliy madaniyat binokorligining muqaddas burch o'taydigan injenerlari. Ular xuddi din qissalarida so'zlangan maloikalardek yiroqni ko'rarlikka, tahirsiz vaqt qarishiga va muqaddas poklikqa, donishmandlardek
xalqqa, aqlga, bilimga, haqiqatga bo'lgan o'tliq muhabbatga, binokorlardek qurilish materiallarini tanlash, o'rinlashtirish, nurlantirish iqtidoriga, geologlardek jafo chekib boyliq izlab tepish ruhiga ega bo'ladi ekan, xalqimizning ma'naviy rizq dargohi fidokor töhfekorlar sarayiga aylanadi. Nashriyatchilik xalq tarixida ming yillar madiylanadigan yoki hasratlanadigan halqiliq o'rinda turadi. U odatdagi ferma yoki savdo shirkati emas. Xalqimiz tarixida xattatlar bir qancha obida va turpan tekstlarini yozib qoldirmagan, yuzlagan divanlarni ko'chirib qoldirmagan bo'lsa, biz qaysi yulduzlar bilan madaniyat osmonimizni yoritgan bo'latdik? Xotima. Bozor egrikiga yuzlanish, madaniyat, muarif, kitob o'qish va ilm fanning arzimasligini ko'rsatmaydi. Ahvol dal uning aksidir. Bizning moddiy va ma'naviy madaniyatda, iqtisodiy va kitobiy boyliqda zamonaviy saviyaga ko'tarilishimizni taqozo qiladi. Bahor o'zi shamol emas, ammo bahor shamol bilan keladi. Yeni shaylar to'la hollarda o'zining dabdabasi va chang to'zonlari tarafidan ro'shan ko'rinmaydi. Hozirgi bir mezgillik ruhiy o'diqishmi shundoq. Kitob insoniyat o'z qo'li bilan bino qilgan haqiqiy va birdan bir al-ihrob. U hammani, butkul mohiyat va hadislarni o'ziga jo'g'lagan. Kitobga teng keladigan insoniyat jo'g'lagan ikkinchi bir xazina mavjud emas. Buningdan xabarsizlik kishilik dunyosida tengirqab yurishdan boshqa narsa emas. 1993-yil 1-oy. Hurmatli qarindoshlar, o'tgan bir yilning ichida qizim bilan paranglashib, siz qanchalik kitob o'qidingiz, men qanchalik kitob o'qidim deb o'qigan kitoblarimizninki sonini deyishgandik. Qizimdan shundoq faxrlandim. Ishonsanglar 180 parcha kitob o'qibdi ham anglabdi. Demak, o'z qo'lda tutib turib o'qigan kitobdan boshqa, ya'ni anglagan kitoblari ham ko'parak ekan. 180 kitob o'qidim degan shundoq faxrlandim. Men u darajada undaq jiq kitob o'qiyamadim. O'qigan maqolalarim balkim shunchalik bo'lsa kerak. Sizlar qanchalik kitob o'qidinglar o'tgan bir yilning ichida, 2023-yilning ichida? Bu asarni sizlarga alohida o'qib berishimdagi sabablarning biri marhum olimimizningki bizga qoldirgan tavarruk tavsiyalari. Kitob o'qiylik, kitob anglaylik. Quyosh mukishmak o'ynab, birdan bulutlarning ichiga kirib ketadi, birdan chiqadi. Hala, oxirida o'zingizlarga qisqa bir sinni sunaman. Bu men yaqinda cho'ng paraxod saylsiga chiqqan vaqtimda tartgan ko'rinishlardan qisqa ariyalar. Bu qitimqi cho'ng paraxod saylisida Yevropa, O'rta dengizning Yevropa qismini asos qilgan bir sayohat ekan. Bu qitimlik sayohatni men boshqacha yaxshi ko'rdim. Undaq bo'lishida har bir shaharga kelgandan keyin shu shaharda bir maxsus sayohat yetakchisi bilan billa ko'rishga tegishli muhim yerlarni ko'rdik. Shunga boshqacha yaxshi ko'rdim bu qitimlik sayohatimizni. Bu qitimlik sayohatda 3 davlatni kesib o'tdik. Fransiya, Italiya, ondan Ispaniya. Ya'ni Fransiyaning Marseille degan shahridan ayrilib, Italiyaninki oldi bilan Genova degan shaharga keldik. Bu shaharda cho'qim ko'rishga tegishli bo'lgani shu suv osti hayvonlari ko'rgazmasi ekan. Bak cho'ng endi
dengizdeki bu hayvanlarning türünün köpligi odamni shunchalik hayron va as qildi ekanda. Bakmi yaxshi ko'rib, xuddi bir kichik boladek bundoq bir xushallik ichida ko'rdim. Andın İtalya'nın Naples degan shahriga keldik. Bizlar İtalya'nınki xaritasi xuddi yotqizilgan ayollarning chiroyli o'tigiga o'xshaydi, igiz boshliq o'tigiga o'xshaydi. Naples dal shumush o'tikning eng uchiga, tumshug'iga to'g'ri keldi ekan. Bu shaharga uzundan beri bir berish arzuyim botdi. Shunga bakmi yaxshi ko'rdim. Maradona'nınki havaskorlari cho'qim biladi. Maradona bu Naples komandasida 87-yili 1987-yili bir qitim, ondan keyin 1990-yili yana bir qitim shu İtaliyaninki futbol musobaqasida birinchilikni qo'lga keltirgan, chempion bo'lgan. Endi Maradona dastlabda qanday futbol shohi deb shundoq boshqalar tarafidan shundoq voy deyilgan bo'lsa-mu, keyingi vaqtlarda har xil turmushdagi har xil o'ngishsizliklar yoki odamlarningki ingiga, odamlarningki normal qarashlarga ancha uyg'un kelmaydigan ba'zi bir ishlari bilan o'ngishsizliklar deb qarayman men uni. Shu ishlar bilan bir mezgil bo'libmi matbuotlarda shu ijtimoiy taratqularda degandek tanqid qilinib, sal bir xil past ko'rilgan. Ammo Naplesga borgandan keyin men shuni his qildimki, bu kishilarningki o'zi yoqtirgan, o'zi uchun shundoq sharaflarni qo'lga keltirgan kishilarga bo'lgan hurmati haqiqatanmi tasvirligisiz ekan. Shu Naples shahri nihoyat bir kichik shu yo'llari, ko'chalari haqiqiy tor ko'chalar ekanda, shu kichikkina tor ko'chalarda nagila qarsa Maradona'nın resmi, tamlaq sızıb etilgan, rasmlari esilgan, Argentinaning bayroqlari, shunchalik bir endi men Maradona'ning havaskori emas, ammo men odatda futbol havaskoriman, futbolni yaxshi ko'raman. Shunchalik bir hayajonliq, bir qaynamliq shundoq bir holatni ko'rdim. Dunyoning har qaysi joylaridan bu yerga sayohat qilganlar cho'qim bir yer bor ekan. U yerda shu Maradona vafot bo'lgan kuni bir rassom tomga Maradona'ning rasmini chizgan ekanda, shundoq bir xil jonliq u rasm. Shuningdan keyin Naplesga kelgan sayohatchilar hammasi shu yerga bir keladi ekan. Shu qatorda bizni berib, u yerni bir ko'rib keldik. Uningdan keyin Sesil degan yerga bordik. Sesil degan bu shaharda bu Aral, endi eng cho'ng Aral shahri hisoblanadi ekan bu. Bu yerda hozirgi aktiv holatdagi vulqon u mavjud ekan. Endi bundoq bo'lishda, buniki alayida bo'lishida bu atrofda qishda qor yog'adi ekan. Kishilar qor teyiladi ekan. Yozda dengizga tushib suv cho'miladi ekan. Jiroqdan qarsa, shu vulqon, shu tog'ninki cho'qqisida vulqon qachon portlaydi ekan deb turgan. Eng yaqinqi portlashi 2000-yil ekan, berib ko'rdik atrofdagi shu nimaniki shoxlarni vulqon portlagandagi shoxlarni shundoq bir endi tabiatniki qonuniyatlari. Onundan keyin nega bordik? Onundan keyin Malta degan bir orol davlatiga bordik. Malta degan bu orol davlatida meni hammadan o'ziga tortqini bularning yer osti uylari bo'ldi. Malta bu Yevropaninki kirish eg'iziga joylashgan bir kichik bir davlat bo'lg'ashqa, Yevropaga tajovuz qilgan har qanday bir davlatlar yoki xalqlar oldi bilan mushu Maltaga hujum qilgan ekanda, Ottoman davridagi hujumlardan tortib toki mushu dunyo urushlari, birinchi dunyo urushi, ikkinchi dunyo urushi bo'lgan vaqtlardimi
aytavur uzluksiz holda hujumga uchrab turgan xalq ekan bu. Lekin shu qadar botir xalq ekanki, aşı yer astidan uylarni aşı qezib shu bombardimon bo'lgan vaqtida shu uylarning ichida yashab shundoq bir xil qaysarlik bilan yashagan millat ekan. Siljiq so'zlab qo'ydim, bir oxirida shu topgan manzirlardan qisqa qilib huzuringizga sundim. Ma'qul amsa kelar qitimliq kitob o'qish programmamizda ko'rishaylik. Andın o'zinglar yaxshi ko'rgan, o'qib, yaxshi ko'rgan kitoblaringlar bo'lsa, munberimizninki inkasupsiga yozib qo'ysanglar, imkon bor, menda bo'lsa, men tepib, menda bo'lsa, men o'qib beraman. Balkim o'zim o'qigan bo'lishim, mening kitoblarim xeyli bor, lekin hammani o'qigan bo'lsam, ba'zi esimda qolmaydi. Shu banada yana bir takror o'qish fursatlari bo'lib qolsa ajib emas. Ma'qul amsa, xayr xo'sh, kelar qitimliq kitap o'qish programmamizda ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Assalamu alaikum. Kitap okuşman birimizden hürmetli müşterileri.
bu qitimliq cho'ng parahod sayohatida men O'rta dengizning İtaliyanın ba'zi bir shaharlarga tutashgan mushu yo'nalish bo'yicha aylanaman. Jenova, Naples, Sicil degan shaharlarga boraman. Ammo sayohat vaqtim sal uzunroq bo'lganligi uchun har bir shaharga borgan vaqtimda asosli ko'radigan bir manzillardan o'zinglarga sunaman. Bugün tunji qitimliq to'xtagan vaqtimizda İtaliyanın Jenova degan bir shahar ekan. Bu shahardagi eng donliq yer dengiz hayvonlari ko'rgazmasi. Waouh, lui il est excellent. Oh là là là, magnifique.
Bugün İtalya'nın Naples degan şehre keldik. Bu şehirde biz bir sayahat yetakchisi bilan aylanamiz. Sayahat yetakchisini dastlabki tanishtirishni qaraganda ko'rgan yerlar bek ko'pkan. Ammo kitob o'qish munbirimizga qarindoshlarga ko'rishlardan biroz tortib, qisqartirib ham baharlashni bilal. Çünkü göstermezsem netçe saatlik seriye okudum. Şunda arkadaşlar ki qaysi tarafga bakmaylik. Kafe hamga kafening qurilishi shundoq bezlekchi. Hamdaki av süratini çokum tonduğlar. Bu Argentina'lık danlık futbolcu Maradona'nın resmi. Maradona ilgili İtalya'nın bu Naples komandası bilen xeyli bir yıllar tam futbol derken şu aşkı Maradona tükep ketken vaxtıda kişiler mana müşahigi cem bulup hamdaki bu resimni bir aylan sızgallık bilen bu koça bugünkü günde dünyanın her qaysı joylaridagi futbol havaskorlari jumladan Maradona'nın havaskorlari shundaqla odatki sayohatchilar kelib ko'rib ketadigan joyga aylanadi. Ko'ryapsizlardek odamlar shu qadar ko'p, uning ustiga mushu tor ko'chalardami qatnash cheklanmabdi. Shunlashqa kichik motorlar, odatki mashinalar davomli qatnab turgan, lekin shunday bir-biriga hurmat qilgan asosda bir-biriga hurmat qilgan asosda baqirash chaqirash yo'q, ushtalashlar yo'q. Sayohat bo'lgan.
tarix ko'chaladimi? Mana bu kitobxonlarning bo'lishi. Hayron qolmaymiz desak, hayron qolamiz-da. Kitob degandek muhim-a. Cho'ng kitobxon ekan bu o'ziga. Givre le Vésuve. Il est actif. C'est comme une casserole avec l'eau dedans. Donc il y a évaporation, donc il y a pression. Terrosinière. Ouais. Chouchou. Mana bu neç asrlar ilgari volqon portlagan ekan. Bütün etrafda bundaq yerlar bek chiqqan, masalan bu yer 2002 yılı portlabdi ekan. Bu yerdagi volqon 2002 yılı portlabdi ekan. Qap-qara turgan. Müşələ hammasi volqon portlagan ekan. Atrafdagi ses qizil. Ana, bakaydı ekan. Rəngkançayna qamiz. Mana muş volqon portlab necha asrlardan keyin yangidan o'simliklar, qarag'ay yoki oqteraklar o'nib chiqadi ekan. Hayronlik baya dengiz yuzidan 0 metr egizlikdan hozir o'rnimiz 1800 metr egizliklarga to'g'ri keladi. Shundoq bir xil puroq bor. Mana vaqtida shoxalarning ustida sharaq qilib ekanmiz. C'est à peu près les villes comme les villages que je vous montre aujourd'hui quand je rencontrais les carabiniers. Kilomètres. Hein? Non, mais l'altitude. Ah, altitude. Ah, pardon.
Altitude bas. Non, c'était kilomètres, mais l'altitude te donne aussi. Alors, l'enseignement. altitude, à partir de 700 mètres d'altitude, ça commence la zone protégée. Avant le gazon, hein. Oui, oui, regardez là. De ski. Oui. Pek çıraylık gel. Xuddi gözleri badek göründü ki adamga. Gözü, qışı. Akdirekler. Bugün Malta degan kichik orol dövdük keldim.
odamlar kelib ko'radigan yerlarning biri